Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda 22 ta narko jinoiy guruh aniqlandi va ularning barcha sirlari fosh etildi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, 2026-yilning yanvar-fevral oylarida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, narkotiklarni o'tkazish va tarqatish bilan shug'ullanuvchi 22 ta uyushgan guruhning faoliyati to'xtatildi. Hodisa davomida 5 nafar guruh yetakchisi va 84 nafar vositachi a'zo qo'lga olingan. Shuningdek, 8 nafar yashirin narko laboratoriyalar fosh qilindi. Ular orasida psixotrop dorilarni tarqatadiganlar 20 nafar, an'anaviy narkotiklar bilan shug'ullanuvchilar 28 nafar, 41 nafar internet narko do'konlar orqali sintetik moddalarni tarqatgan. Guruh o'rtacha 3 oydan 10 oygacha faoliyat yuritgan. Internet narko do'konlar esa yil davomida 350 kilogramm sintetik moddalarni tarqatgan. Narkotiklar Toshkent, Namangan, Andijon, Samarqand, Sirdaryo viloyatlarida 40 ta tumanda va shaharlarda tarqalgan. Ba'zi moddalar kontrabanda orqali Afg'oniston, Qirg'iziston va Qozog'istondan olib kirilgan. Hozirda uyushgan narko jinoiy guruhlarni to'liq fosh etish va faoliyatini bartaraf qilish bo'yicha tezkor qidiruv tadbirlari davom ettirilmoqda.